2026-2027 o'quv yili uchun oliy ta'lim tashkilotlari va ta'lim yo'nalishini tanlash. Oliy va kasbiy ta'lim tashkilotlariga kirish test sinovlarida ishtirok etgan abituriyentlar 2026-yil 25-iyuldan 8-avgustga qadar 15 kun davomida oliy ta'lim tashkilotlari va ta'lim yo'nalishlarini tanlashlari lozim. Buning uchun my.uzbmb.uz saytining oliy va kasbiy ta'lim tashkilotlariga qabul bo'limiga kirib, xizmatdan foydalanish tugmasi bosiladi va oliy ta'lim tashkilotlarini tanlash bo'limiga o'tiladi. Dastlab abituriyent tanlov ustuvorligi va maqsadli qabul bo'yicha o'z tanlovini amalga oshiradi. Agar SAT sertifikatiga ega abituriyentlar test sinovlarida ishtirok etgan bo'lsa, sertifikatdan foydalanishni tasdiqlashi yoki rad etishi lozim. Shundan so'ng abituriyent test topshirgan fanlar majmuasi va ta'lim tiliga mos bo'lgan 5 tagacha oliy ta'lim tashkiloti va ta'lim yo'nalishini ta'lim shakli bilan birga tanlaydi. Bunda ta'lim yo'nalishlarini bir oliy ta'lim tashkiloti yoki turli oliy ta'lim tashkilotlari doirasida tanlash mumkin. Ta'lim yo'nalishlarini tanlab, saqlash tugmasi bosilgandan so'ng, ma'lumotlarni tasdiqlash uchun abituriyentning telefon raqamiga SMS xabar yuboriladi. SMS xabardagi 5 xonali raqamni dasturga kiritish orqali ma'lumotlar tasdiqlanadi. Ma'lumotlar tasdiqlangandan so'ng, abituriyent qayd varaqasi shakllanadi. Qayd varaqada abituriyent tanlagan tanlov ustuvorligi, ta'lim shakllari, oliy ta'lim tashkilotlari va ta'lim yo'nalishlari aks etgan bo'ladi. Yuklab olish tugmasi orqali abituriyent qayd varaqasini yuklab olishi mumkin. Abituriyentlar ta'lim yo'nalishlarini tanlash muddati yakunlangunga qadar o'z ma'lumotlarini o'zgartirishlari va qayd varaqasini qayta yuklab olishlari mumkin. Abituriyentlarning talabalikka tavsiya etilgan yoki etilmagani to'g'risidagi yakuniy tanlov natijalari ta'lim yo'nalishlarini tanlash to'liq yakunlangandan so'ng 1 hafta muddatda e'lon qilinadi. Bilimni baholash agentligi barcha abituriyentlarga muvaffaqiyat tilaydi.